天大地云飞走，人欢马笑狗忧愁。乾坤倒转人做主，企鹅从山野风流。宝藏，你丢掉拐杖，才变礼貌。宝藏，你想笑却哭，想哭却笑啊！宝藏，快悬崖勒马，换骨脱胎，死去生来，企鹅从山了王宝藏！你做人做狗，你做人做狗，做狗做人，快快死了！风流啊风流，喝酒啊喝酒，人间岂容鬼做主，人生公路后山后。喝酒啊喝酒，风流啊风流，乱世暮暮总一宿，江山怀远长天游。Voyozov, akşam nima qilishga bording? Hech nima qilishga. Men harbiy idora qilish komitetiga ketib, Jalxon bilan uchrashib qoldim yo'lda. Amisa uning bilan qanday ko'rishganingni so'zlab baq. Ma'qul. Xiaoyu, qo'rqma, ha? Shu chog'dagi ahvolni aniq ayting. Bo'libmi, Wang Cho'qurning uchrab qolgani eng muhim. Bularni aytsam bo'larmi bilmadim. Desam haqni balada qo'yaman. Ay, qanday balada qo'ysiz? Wang Cho'qur Janxonimni o'ldirgan qotil. Xiaoyu, siz texi yosh. Qo'rqma. Yurakli bo'ling. Ha? Wang Cho'qurga uchrab qolganingizni aniq ayting. Ha? Siz inqilob qilaman degan-ku. Hozir bu yuqoriga chiqishingizdagi sho'da. İnqilab qilishingizning eng obdan fursati. Rasma? Hay, yaningizda men tursam, nimadan qo'rqsiz? Bu kunlik rahni nima qilasiz? Xo'g'a achamga so'g'ib qilay deyman. Hamoqatmi siz, ha? Uningga nima deb so'g'ib qilasiz? Akalar. Buni nima qilasiz? Akalar. Ata, lot kichiga olib berib, sizga kiyim tikkizib beraman. Amisa boshqasini uchratdingmi? Ya, hech kimni uchratmadim. Yolg'on! Julanjan, keldi. Endi esim keldi. Men uni uchratman. O kamisi aytmabdi. Opaning bildingiz? Janxo'xo! Janxo'xo, bu yoqqa chiqing. Biz uyingizni oqtiramiz. U menga Chapko'ning qabristonlikqa qandoq berib qolganini Janxonimga tushuntirib qo'ydim degancha ketib qoldi. Yo'lda ketayotgach tushundirdim dedi. Sen başka hiç kimle uçuratmadın diyen.
Bunaqa nima deysan? Men unutib qaptiman shu. Unutib qolmading. Jinoyatdan qochmoqchi bo'ldi. O sizga uchirganda nihoyatda jiddiylik ketib ketganmi? u sal xushal ko'ringan. U odam o'ldirgandikan albatta xo'shal bo'ladi-da. Pardimchak. Sen shillamga dastlab yo'qlig'i yamasanmi? Ha? Bunday gap qilsang bo'lmaydi, Juma. Vanchoqor! Haddingdan oshma! Bu granatni topdik. Yürüla. Oxirigacha inqilob qilaylik. Buni Janshuji yo'ldosh Lu Yuchunga qo'g'dinish qilgan. Bu granat seni uyimda nima qildi? Bu granatning ishini rostni bilmayman. Men hech nimani bilmayman rost. Yenigarni qilma. Kaynidan 3 odamni o'ldirishdagi maqsadini sana deb beray. Dastlabda Joliuganni o'ldirding. Ha? Nima Chunki u xotinimni o'ldirganini bilib seni fosh qilaman degachga uni o'ldirib atding. Ondan o bu ishni opisiga aytgan deb qarab, opisining deb qo'yishidan qo'rqib, opisini o'ldirib atding. Men sizni xotiningizni o'ldirmadim. Uni aksiyada onu qutqazib oldim. Sharmisiz uni deb so'rab beqaramsan. Uni o'ldirib atga tursang, nerede topaman? Juniorganni o'ldirmadim. Men uni apisini mi? Men o'ldirmadim. Vanchoqor, xiyolingda chapqoning ishini tushundirib bo'ldim. Qutulib qolaman deb qoldingmi? Anglab qo'y. Maqsadingga asoslanibla sana jinoyat bekitalayman. Sen shu oqshimi yo'ldosh Lu Yuchunga gunohsizligingni tushundirsang, yo'ldosh Lu Yuchun cho'qim qattiq gaplar bilan sana radiya berib, abdi bashirangni ichib tashlagan. Sen qattiq g'azablangan. Shunga yo'ldosh Lu Yuchunni o'ldirib atgan. Ondan granatni ep ketib, aksin inqilobiy to'polonda ishlatmoqchi bo'lgan. Men nima granatni ep ketdim. Men hech qanday granatni ko'rmadim. Menga uval oldu. Uni ep chiqib ketinglar. Menga uval oldu. Menga Juliacan, bana uval oldu. Juliacan, bana uval oldu. Sen butunlay tugashdi. Endi buning sana keragi qolmadi. Nima keldingiz? Bana yozuğu tamakka geldim. Bo'lmaydi. Nimishqa? O o'limga hukm qilindi. Görüştürmeymiz. Tingdan. Sevatni menga bering. Uni ko'rib chiqay. Meni tanitib qo'ymasangiz-chi. Vay Yazo. Xo'acham tomoqqa ketdi-kan. U kirsa bo'lmaydi. Dindang. Bu mening eng oxirgi tomoqimmi? Ata mening
kallamni oladi ha. Xoh-xoh degan gapingiz bo'lsa, men yetkazib qo'yay. Dinang. Sen Yenfengning apsiga aytib qo'y. Herkes kelmesin. Şao Yenfeng bilen öyle otursun. İşe bakmışsın. Ben bu günün Haman kildiğalığını bileptim. Ben hiç kimden rencimeyim. Onun kadar koy. Ben ana balı işkistim. Yaxşı haber alamadım. Urunyak kessem mi? Royum ulağı. Hemden buldum. Çokum yetkazib qo'yman. Dinang. Burun seni kuzgunumның yüzüne kıp olsun o. Benim ornumda Hua bilen Şao Yenfeng şıkkısının halıdın haber et koyun. Shunda qilaman. Xabar olaman. Rahmet sana. Papa tamak yang. Papa, nang. Hanımcak, Ne bo'ldi? sen meni haliqi ayligim bilan taqimni qaytirib ber. Shunday olay. Nima qilsa? Nima qilatdim? Ma ata Tanrı dargohiga boraman. Ha? Ben chechinni ratlik tarab boray deyman. Bo'lmasa o meni ko'rib ochqanib keyingi ömrümde beni cho'chqa qilib yaratib qo'ymasin deyman ha. O'ladigan vaqtingdimi gaydankashlik qilyapsan? Ma'qul. Sana akab beray. Saqlab tur. Wang Choqur, sen chechingni ratlik tarmoqchi eding-ku. Men chechingni yasab qo'yay. Men ratlik tarab qo'yay, ha?
qaraysan-g'o, ha? Ha, mana qara. 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 Ha, mana qara va. Qara. Toza rad qilib qo'ydim mana. Yaxshi. Bandimjek. Amsa aynakni ipga ko'r baqay. Chechini chiroyli yasadingmikin? Mana ko'rpaq. Chiroyli yasabdimanmi? Qandaq. Yaxshi. Yaraysan. Yaxshi. Chiroyli yasabsan. Bandimjek. Sen haramlık bunun qandaq pason ekanligini bilamsan? Bu pani baqi pasoni. Bu men baqi olamga borganda, ha? O farishtalar meni ko'riblar. Oy, vaqt cho'qur. Ey, vaqt cho'qur. Sening jiningning yerimi pani olamda qaptu, rizqing tehi tugimabdi deb meni yana bu olamga qaytirib o'tadi. Yig'in ichiladi! Ochiq soat yig'in ichiladi! Yig'in ichiladi! Ochiq soat yig'in ichiladi! Deydigan gaping bormi? Men baldırak olsam qayt yarılışımı baldır oldu. Eğer bugün Lo'yun bazarda kimning mekicini küçüklese, kimning mekini tuxum tuğsa, belkim bu mening qaytidan yaralg'anim bo'lib qolar. Bayazol. Sana fursat bersak o'zgarmagandikin. Endi xalqning rayimsiz jazosiga tanba. To'xtang! Julianjon! To'xtab turing! Julianjon, mening bir talabim bor. Biz to'y qilib qo'yganda uni ayting. Yurtdoshlar, bugun 8-isla. Men sizlarga bugun to'y qilganligimizni aytgan. Men Janxuaxuaning yuzini qilib bo'lsimi, u o'lishdan ilgari uning bilan to'y qilishimga yo'l qo'ysanglar. Hammanglarga ayab. Men Lo'ying bozoriga 5 yoshimda kelib, Leyla O'shanning uyida asrandi kelin bo'lgan. Men umrimda menga haqiqiy ko'nadigan odamni uchratmagan. Van Yavzo herhalde ademigarchilikni biladi. Men onun bilan uy tutsam, yulanchigim bo'ladi deb o'ylagan. Kim bilsin? Onun hech qanday urug' tuqqani yo'q. Agar onun bilan to'y qilmasam, Cho'kantal bayramida onunga atab qog'oz ko'ydiradigan odamni chiqmaydi. Mening onun bilan to'y qilishimizga yo'l qo'ysanglar. Shu chaqda biz mana yo'lliq er-xotin bo'lamiz.
kelar yili bugungi kunda men uning tuproq beshida uningga atab qog'oz ko'ydirib qo'ya olmayman. Yovzu, örüp odat bo'yicha to'y qilaylik. Osmon sinig'i tazim. Bizning ota-onamiz yo'q. Sizlar hisobda bizning ota-onamiz. Ota-onaga tazim. O'zaro tazim. To'xta! Yavzu. Öldüler! Razı bo'ling. Canhua! Siz dünyadaki en yaxşı ayol. Ben armansız kettim. 장书记, 장书记, o dadınız bilen xotiningizni o'ldirgan. Jazoni siz ijro qiling. Bana Yozu, sen ölümge layık mı emas mı? Layık. Bırak, ölüştün burun. Gepimni aniq davomlasam bo'lmaydi. Candan koy. Sizni men qo'yib aytgan. Dadingizni hargiz men o'ldirmadim. Ne olganni men o'ldirmadim. Uning abisini men o'ldirmadim. Xotiningiz loyu uchunni asla men o'ldirmadim. Sen qaylı olmam sen? Bo'lmaydi.
Neçe adamның xun qarzının hammini bana atıp koyduğlar. Ben qayıl emez. Kelova, hop! Eshitіңlar. Jiang Shuji, Wang Yongzuni o'ltirmamdoq. Onu qachon o'ltirsak bo'laverdi. Uni qoyil qilib o'ltirmas. Jiang Dagui, Sizga so'zlab o'ltirmayman. Buyruqni ijro qiling. Siz eshiting. Kallamdan ötmedi. Nimish bunu öldürmeymiz. Sizlar yo'llagan dalil isbot to'liq emas ekan. Lekin onun odam o'ldirish maqsadi bor. Joni Yoganning gapiga asoslanganmi? Ha? Isbot qani? Uning bir eg'iz gapiga ishonsak bo'lmaydi. Yo'ldosh Yuchining o'limi uning bilan munosabatlik. U Yuchun bilan ko'rishganligi uchunmi? Buning bilan uni qotil degili bo'lmaydi. Amisi Gramatcho. Wang Cho'qur qotil bo'lsa, Yuchunning grantini ep ketami? Bu uning g'aldirlashqini. Biz uni tutqunib olsak, u buni elib qarshilik qilmoqchi. Bu sizning hukmingiz, isbot emas. Eng muhimi, tasdiq olmaylar uni o'ltirib o'tmoqchi bo'ldingiz. Bu partiyaning siyosatiga xilof. Ish qilib, men uni qotil deb qarayman. Yo'ldosh o'zi hissiyat bo'yicha ish qilmayli, sobik yakun chiqarmayli. Sobik tezlikni qilsa xato qilishimiz. O'ylab baqdingizmi? Wang Yozo Jiang Jieshi tayinlagan jahondagi birinchi tutunbegi. Uni bir taraf qilishda ehtiyot qilaylik. Shu chaqdilar nurg'unligan tutunbegini o'zgartirib, qaytadan odam qila olamiz. Men bu qitim Noida Xanshuji bilan ko'rishdim. O Chengduda suhbat bo'lyapti-da. Siyosatga diqqat qilinglar dedi. Wang Cho'qurni o'ltirish oson, lekin u mumiylikqa suhbat ta'sir etsa cho'ng chatoq chiqadi. O'ylab beqing. Agar barliq masalani urush orqali hal qilsak, qanchalik badal to'lab, qanchalik chiqim tortamiz. Boshqa gapni demayli. Wang Yozuni o'ltirsakmi, Chengdu suhbati oxirlashganda ondan o'ltiramiz. Uni to'liq qoyil qilib o'ltiramiz. Anjunay Sitki Salaytınız G'arbiy Janub Harbiy Siyosiy Komitet Chexiy boshqarma Sitki bo'lim boshlig'i. Men sizning yordamchingiz. Saqtiligi chinib qolmas. Rostdan qilishmaydi. Dada menga Anjunaysidan bir qasr ep bergan. Biz shu yerda turaylik. Qasringiz bormi texi? Balkim 2500 kömüş tenge quduq tushib ketar. Bu nima deganingiz? Qarang. Navada biz aslimizga kelamay qolsak, o kompartiyaning ilikiga o'tib ketadi. Shunchalik pulga ichingiz og'riyotamda? Hozir ich og'ritadigan hech narsam qolmadi. Men texi Wang Cho'qurni tugashdi degan. Jiang Daguining qutqizib olganligini xiyolimga keltirmabdim. Biz endi uningga hargiz aram bermaylik. Chalöylik bo'lib qolgan yılan o'shig'i kep qolsa, odamni texmi qattiq chaqadi. Tanaka, mening siz Wang Cho'qurni yengolmaysiz. Undaq ish yo'q. Ha, men uni yo'qotmay qo'ymayman. Men degan kambag'al dehqon. U tutunbegi. Bu jihatda u yengiladi. Men degan kichik chugalyan. Meni bundaq bo'sh chaqlab qolma. Hokimiyat mustahkamlanib, vaziyat muqimlashganda biz birga boraylik. Nega boramiz? Siz bormoqchi bo'lgan yerga. Naligini bildim. Amsa olqinimga yezing. Beijing. Beijing. Yuchun. Bizning shu kungi xo'shlashishimiz
vidolashib bo'lib qoldi. Biz deyishib qo'ygan-ku. Bejing bordigan bo'lgan-ku. Kim? Men, Dingdang. Huaxua acha, bu Wang Yaozuning sandığı. Buni tekshirib bo'lib, sizga akab berdik. Rahmat sizga. Yuringlar. Kim? To'xta! Voycan! Pen reis, nima bo'ldi? Kim ekanligini ko'rdingmi? Yo'q. Wang Jinbiao, ha? Kim? Qechim. Yovzu. Charchagan bo'lsangiz uxlang. Uxlay. Yo'q, men o'zim solay. Siz hozir mening erim. Soldirib qo'yay. Chapanni selvatmamsiz. Xalq askari meni chaqirib qoldi-chu. Kim sizni chaqiratdi? Ular chaqirishchu. To'xtala! Joshi ko'chisi. O'n ikkinchi qora. Keldik. Siz kiravering. Men mashinani to'xtatib qo'yib kiray.
Odam tepib tozalatib deymi? Bo'ldi. Odam o'ltirmagandek tursa bexatar bo'ladi. Ha. Sizga alam bo'ldi. Manga nima chiqib bunda qaraysiz? O'ylamabdiman. Kuyingiz bor ekan. Bu edi siz turing. Tangjeshi. Wang begimning rizqi bor ekan jumo. Hey. Uning jini haqning qo'lida. Xohlaganda oladi. U qassi bo'ladi. Qassa? Ding reis, akşam 3-nji yengining uyida bir ishni bayqadik. Nima ishni? Birisi uni ishga oltida temiz qilib yuriydi. Ha? Kimkan? Pamlun ko'rib ekan. Wang Jinbiao deydi. Wang begim. Wang begim. Bu yaxshi chora emas. Ular hamon bir kuni jiningizni oladi. Yaxshisi qochib keting. Qochib keting. Siz qasınız, men birga qochaman. Rastla Wang Jinbiao ma? Mening shu. Qaysi kuni Wang Jinbiaoning Wang Yaozu bilan ko'rishganini ko'rib ekansiz. Endi u 3-yengining uyiga beribdi. Wang Yaozu bilan ko'rishgani borgan gap. Tunigini Wang Cho'qirni etvasak bo'ladi. Bu Wang Cho'qircha bakli yiligar nima u? Hammaliyada Jiang Shujini qutqizdim deydi.
Janshujining bag'ri bak yumshoq ekan. O odam o'ltirgan bo'lsa, hech qutulolmaydi. Julianjon, siz eng loyaqatli kommunistkansiz. To'g'ri aytdingiz. Siz bilmaysiz. Tunji qatim jang qilganda janggohda ikki yapon olvostasini nayzi bilan o'ltirgan. Keyin ko'p qatim urushga qatnashdim. Oz degandimi 100 ning ko'p dushmanni yo'qotdim-da. Julianjon, men cho'qim sizdan obdan o'ginaman. O'ginaman? Qandoq o'ginasiz? Qarang, dumbingizdagi bu narsaga janggohda dushmanga nishon bo'lib qoladi. Rost aytasiz, men har qanday ishni qila olmayman. Faqat shu jang qilmayman qarang. Bo'lmasa, mening bu narsam jangga borganda nishonga aylanib qoladi. Son keldi. Tushar. Tushdim. Son keldi. Wang Jinbiao! Aka, nima ish? Wang Cho'qur, texchi qechib kelmaydi-ku. Men qo'limda kelganning hammani qildim. Kompartiyaning ko'z ko'ramas-ku. Bo'lmasa, men yana bir berib kelaymi ya? Köpek odamni boshlab. Bilib borayli. Yuqori bizga yezliq mahkim qurishimizni topildi. Men sizni mahkim boshliqligiga ko'rsataman. Janshuji, buning hudisidan chiqolmasman ekan. Chiqalaysiz. İnqilob amaliyot orqali mukammallashadi. Janshuji, agar partiya tashkili bu vazifani menga topshirsa, jazman tirishib o'rindayman. Dinrang. Tönögün jazo maydonida Wang Yozu etilish oldidimi? Meni o'zining qutqizganini, Yuchinni o'ltirmaganini, dadamni o'ltirishga buyruq tushirmaganini aytdi. Gapim o shundoq mardona. Meningcha u shu chaqda hayot qilish uchun undaq demedi. Men shundoq o'yladim. Shu chaqda sizni qutqizish uchun uning 10 ming yuan g'anjin puli berganim rost. Shundoq ahvolda u ma'qul bo'ldi. Ondan xo orqali deganini qildi. Meningcha uningda har holda vijdon bor. Janshuji, dingdang. Wang Jinbiao yana 3-yangini uyiga beribdi. U yana Wang Yozuni izlabdimi? Men Wang Yozuni tutib kelib so'roq qilay. Yo'q. Hozirgi ahvoldan qaraganda Lu Atrat boshlig'i bilan Wang Jinbiao Wang Yozuni yeniq tatmoqchi. Hozircha uni cho'chitib qo'ymaydi. Biz uningdan foydalanib turib, Lu Atrat boshlig'i qatorliqlarni usidan chiqarib biraqli yo'qotaylik. Dinrang, Ba, siz 3-yangini uyiga berib, gap epaqing. ma'qul. Xo'acha, Keldingizmi? Wang begim. Nima ish qilasiz? Meni yana daryo tosmisiga olib etyapsizlar. Yo'q-ey. Nimadan qo'rqsiz? Janshuji sizni qotil deyishga pok to'liq emaskan dedi. Agar biz sizga foydali isbot topsak, omon qolasiz emasmi? Rost. Qotillik qilganingizga doir paket bo'lmasa, sizni nima deb o'ltiribdiq? Meni atmamda Atmaydi. Yevon hapsi. Meni atmaydi ekan. Men o'lmaydigan bo'ldim. Siz odam o'ltirmagandan albatta atmaydi-da. Men shu tabni o'zida bir ishni o'yladim. Buni men akşammo o'ylagan. Nimani o'yladingiz? Mana bir
qisqacha tuxumliq o'g'irchib seperishingizni. Ma'qul. Hozir tayyor qilay. Tezroq. Qo'sqon bak ichib ketdi. Van begim. Sizdan bir ishni so'rab baqay. Siz Wang Jinbiao bilan ko'rishdingizmi? Bizdan hech qanday ishni yo'shiramaysiz. Bir qancha kun burun Jun Yavgan menga ding dang siz bilan ko'rishmoqchi ekan. Sizni bugun akşam bey fang basın deydi diyen. Şuna men basam Wang Jinbiao diyen aramda tuyuksuzla paydo qoldi. Yavgan meni aldaptı ki. O sizga nimalarni dedi? Lula etraf başkanız sepiga qo'shilishni aytdi. Siz nima deb javob berdingiz? Qo'shilmayman dedim. Xata. Oxirida bir gap qilibsiz. Obdan o'ylab yiqing. Men hech nima demedim.